Xabaringiz bor, muqaddam Instagram ijtimoiy tarmog'idagi bir qator shaxsiy sahifalarda aynan Jizzax shahrida Sharvarashidi ko'chasida yo'l-patrul xizmati xodimi to'xtash chorasiga bo'ysunmaslik holati. Qolaversa, avtomashina harakatda davom ettirib, qizil chiroqda harakatlanib, davlat raqam belgini yechgan holda va albatta avtomashina hududga qo'yib, qolaversa inspektorni haqoratlaganlik holat bo'yicha video lavha ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Va albatta, hamkorlikdagi tezkor tadbirlar natijasida ushbu shaxslarga shaxsga aniqlik kiritildi va transport vositasi ham topildi. Ayni damda ushbu shaxslar bilan profilaktik suhbatlar olib borilmoqda va albatta transport vositasini boshqargan shaxsga va ularga mas'ul bo'lgan ota-onalarga belgilangan tartibda qonuniy chora ko'riladi. Rul boshqaruvida kim bo'lgan? Siz bo'lgansiz. Endi bizga holatni o'zi qisqacha bayon qilib bering. Nimaga bunaqa holat sodir etgansizlar? Maslahat bermayman. Qanday yoshlarga, mana kattalarga, mana kichiklarga qiynalib o'shaman. Oxir bo'lmasa, odam o'lishigacha yetaklayapman. Bilmaganimda, bilmay qoldim. Endi qilganishimizdan pushaymonmiz. Boshqa qaytarilmaydi. Qilgan xatoyimizni unumli saboq chiqaramiz. Bu holat qayta takrorlanmaydi. Ushbu holat bo'yicha aynan aybdor shaxslarga belgilangan tartibda qonuniy chora ko'riladi. Biz shu o'rinda ota-onalardan o'zlarining farzandlariga e'tiborli bo'lishlarini, bu kabi xatti-harakatlarni sodir etmasliklarini, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlariga salbiy ma'noda o'rnak olib, kimnidir xatti-harakati evaziga o'zlari ham huquqbuzarlik holatiga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolamiz.